Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va YouTube ishqibozlari. Mana bugun xudo olsa inshaalloh sizlarga original fermalarimizning motobloglarini bir obzorini qilib o'tamiz. Bemalol ko'rib, maza qilaverasizlar, chunki bizlarda juda katta kolичество va optim baza bo'lgani uchun hamma motobloglarimizdan yetib kelgan, bemalol ko'rishingiz mumkin va Drabelka hamma apparatlarimiz, Aren motoblog, Green X motobloglari bemalol ko'rishingiz mumkin. Sizlarga bugungi obzorimizda original Green X firmaning remenli va remensiz variantlari va yana bitta plus jihati remenligini sizga qanday qulayligi bor, remensizini qanday qulayligi bor, shu variantlarni o'tamiz. Remenligini qanday yoshdagi insonlar ishlatishi mumkin, remensizini qanday yoshdagi insonlar ishlatishi mumkin, shularni tushuntirib o'tamiz. Va yana motoblog olayotganda qayerlariga e'tibor berish kerak, shularga e'tiborni o'tamiz. Mutaxassis sifatida sizlarga buni ozroqgina tushuncha beramiz. Chunki hamma aytadi, hamma motoblog bir xil bo'ladi deyishadi, lekin bir xil bo'lmaydi. Shunisiga e'tibor beradigan joylaringiz. Bu original Green X firmamiz, har ko'rishingiz mumkin, juda baquvvat ishlangan firma bo'ladi. Buni padelkalari ham juda ko'p. Shunisiga sal e'tibor beradigan joylaringiz. Birinchi navbatda Green X firmani olayotgan mahalga e'tibor beraverasizlar. Hattoki tortmalarigacha farqi bor. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Tortmalarigacha ham sifatli tortish nimalari qo'yilgan, oddiygina qo'yib qo'yilmagan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana bu originalligiga qo'yilgan bo'lsa, misol oddiy motobloglardagi mana bunaqa uslubda qo'yiladi. Mana arzonchi motobloglarga mana arzonchi motoblogga arzonchi qo'yiladi. Shuning uchun bu original Green X firmaning motobloglarini reduktorlarini bemalol ko'rishingiz mumkin. Ancha baquvvat ishlangan va yana bitta jihati ko'rishingiz mumkin. Ancha ham baquvvat ishlangan reduktor, qalin reduktorlardan qo'yilgan. 1 yildan garantiyalari bor motoblog hisoblanadi bu motoblog. Va yana 4 qatorlik frezer bo'lgani uchun buni mutaxassis ishlaydi. 4 qatorlik beriladi, 3 qatorliga frezer qo'yiladi va bitta yana baraban beriladi. Ko'rib maza qilishingiz mumkin. Qo'llariga bir urishadiganingiz, mabodo yosh bala o'tilgan holda kelib, yosh balalar bir teginaman desa, buni ushlasa mana bosilmaydi. Qachonki mana buni ushlab, buni qilsangiz keyin bosiladi. Shuning e'tibor beradigan joylaringiz. Bu original Green X firmamiz 7 ot kuchli bo'ladi. Original 170 motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Motoblogni 170ligini qayerdan bilish mumkin? Motoblogni 170 motorligini xohlasangiz mana shuni sanab ko'rsalaringiz 168 va 170 ta qatorini farqi bo'ladi. Shunisiga farq olasiz. Kilolari 90 kilo kilosi bor. Hamma joyda ko'rishingiz mumkin. Kilosi 90 kilogramm. Remenligini 80 kilosi bor. Kelib xarid qilishingiz mumkin. Remenliklari yosh katta dodalarga biz tavsiya qila olamiz. Chunki yosh kattalarga nima uchun deyish mumkin? Oldida balonchalari bor va ham yosh katta insonlarga ishlatish uchun ko'pchilik yoshlarimiz skorska urib haydagan mahalda mana qo'yasiz. Skorska urganingizdan keyin, mana skorska urib muftani qisib skorska urganingizdan keyin asta qo'yaverasiz-ku, yurgan mahalda qo'lingizdan chiqib ketsa bemalol ketadi-da, bir narsa yo'lidan nima chiqsa hamma narsani olib ketadi. Lekin joyi bor. Bunda esa skorska urdingiz, steplarni qisasiz, natejitelь. Ko'rayotgan bo'lsangiz, eshada natejitelь bor. Shu natejitelь qissa, remont qisadi, yuradi. Mabodo natejitelь shuna qo'lidan chiqib ketgidek bo'lsa ham, bu yurmay joyiga turaveradi. Shuning uchun yosh katta dodalarimizga juda zo'r variant. Ham qo'lidan tortib ketmaydi, mabodo qo'lidan chiqib ketgan taqdirda ham joyiga to'xtab qoladi. Juda zo'r variant sizlar uchun. Narxlarini aytganga, original Green X firmaning motoblogi originallarini olaman desangiz, original 1 yildan garantiyalarini yozdirib, sifatli motoblog olaman desangiz, Green X'ni 5 yil ishlataman desangiz, xalqim bemalol kelaverasizlar. Buni originalni ishlatmagan odam bo'lsa, hech bilmaydi. Originalni ishlatayotgan bo'lsa, o'zi yaxshi biladi. Green X original juda qimmat yuradi. Narxlari 4 million 800 ming so'm aytilyapti. Kelaverasiz, chiroyli narx qilib beramiz. Motoblog to'g'ri sal qimmat bo'lishi mumkin.
3 million 200 mingga 3 million so'mga motoblok bor bozorda, lekin joyi bor. U motobloklar bilan bu Green Mix'larda ancha farqi bor. Oddiy motobloklarga odamlar bilsangiz garantiya berasanmi desangiz, qancha garantiya berasiz desangiz, boyagi inson to'xtab qoladi. Savdogarni tilidan ushlashni sizga zo'r yo'lini tushuntiraman. Molingga qancha kafolat bera olasan, qancha vaqt ishlata olaman, shuni bir menga gapirib ber desangiz, savdogarni o'zi kafolat og'zidan tilidan ushlagan bo'lasiz. Shuning uchun bizlar ko'p vaqtdan beri to'g'risi arzon motoblok sotib, to'g'risi ko'p vaqtdan beri ancha vaqt ishlamas odamlar bilan to'g'risi biz qilib berib narsa qilganimiz uchun tilimiz kuygani uchun sizga yaxshi motobloklar sotyapmiz xalqim. Shunga e'tibor berasiz. To'g'ri, boshqa joylarga nisbatan motoblok sal qimmatdir, lekin joyi bor. Motoblokni garantiyali berilishi joyi bor. Shunisiga e'tibor berasizlar. Motoblokni garantiya joy bersa, sifatli motoblok beradi. Nima uchun mana Arey motobloklarni shuncha nima qildik? Hamma joyga tavsiya qildik, hamma olib ishlatyapti, birontasi hali nollaydigan joyi yo'q. Chunki Arey motobloklari ham Green X motoblogi ancha baquvvat ishlangan motoblok hisoblanadi xalqim. Remelliga keladigan bo'lsak, Remelli esa 4 million so'mdan tarqatilyapti. Bizda bu motobloklarimiz bemalol ko'rishingiz mumkin, ancha sifatli ishlangan, qo'llari ham ancha baquvvat, zo'r motoblok hisoblanadi. Mobodo 7 ga 9, 9, 17 har xil variantlardan mavjud. Like, podpiskalarni bosib kelaverasizlar. Har xil xohlaganlarga VM kutib tursangiz, VM va bugungi obzorimizda nasib xudo olsa VM 10 talik VMlar va yana VM va kichkina 5 tushli motoblogimiz ham obzori bor. Bemalol meni quvvatamiz. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Jonlaring sog' bo'lsin.